Polmon qishlog'i Quvasoy shahrining Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan biri. O'ndan ortiq millat vakillari istiqomat qilayotgan qishloqda bahor va do'stlik bayrami o'zgacha shukuh bilan o'tkazildi. O'zbek, tojik va qirg'iz xalqlari bir o'zandan suv ichgan tarixi, taqdiri, ildizi tutash el, urf-odatlari, qadriyatu an'analari yaqin. Shu bois mahalladoshlar har bir ishda maslakdosh. Bayram tadbirida tashkillangan ko'rgazmada ularning o'ziga xos taomlari, qo'shiq va raqslari namoyish etildi. Qalpoq milliy bosh kiyimimiz bo'ladi, oq qalpoq deb bordi xudoandalarga, kuyov boldarga, yaxshi nimalarga mana shu o'zimizni shuni o'z bilan siylaymiz. Bu dag'i qo'ydin terisidan bo'lib, buni oshtab, keyin mana iyma-chiyma nimalarini chevermeni birgalikda tigib, shuntib tortolaymiz. Azaldan bu xalqlar o'rtasida quda-andachilik, qarindoshlik aloqalari mustahkamlanib kelgan, turmush tarzi va hatto milliy liboslar uslubi va 100 yillar davomida shakllangan xalq san'atining o'ziga xos xususiyatlari xalqlarimizni tabiiy ravishda yaqinlashtirgan. Asosan tojik milliy taomi kurtob hisoblanadi. Buni asosan bayramlardagi nozik mehmonlar kelganda pishirib borishadi. Tadbir doirasida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi tashabbusi bilan bunyod etilgan mahalla guzari binosining ochilish marosimi ham o'tkazildi. Unda so'z olganlar ta'kidlaganlaridek, bu majmuada endi xizmat ko'rsatish shoxobchalari, sartaroshxona, kutubxona va sog'lomlashtirish xonalari mahalla ahli uchun xizmat ko'rsatadi. Quvonarlisi, bir necha yillardan buyon mahallada maktabgacha ta'lim muassasasi yo'qligi bois kichkintoylar bir necha kilometr uzoqlikdagi bog'chaga qatnashar edi. Shu kuni 50 o'rinli muassasa ham o'z faoliyatini boshladi. Bizning hududimizda 4330 ta aholi bor, 7 ta ko'chadan iborat. Ko'chalarimiz hammasi ichimlik suv, gaz, svet, asfalt hamma yo'q bo'lgan. Kam ta'minlangan ishsiz fuqarolarimizga kredit berib, ishlab chiqarish, o'z-o'zini band qilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Aholimiz ko'p millatli aholidan bo'lib, juda intifoq, yaxshi yashaymiz. O'tgan yili birorta ham jinoyatchilik, oilaviy ajrim qayd etilmaganligi, mahalla jinoyatchiligidan xoli hududga aylanganligi ham ahillikning samarasidir. Prezidentimiz tomonidan chegaramiz ham ochildi, juda katta ishlar qilindi. Ilgari o'tish juda qiyin edi. Mana hozir ID karta bilan o'tib kelinadi. Ilgari mana zagran pasport bilan o'tilardi. Hozir Allohga shukr, prezidentimizga mingdan ming rahmat. Hamma o'tadi. Bir so'z bilan aytganda, bu bayram xalqimiz jipsligining, millatlar aro do'stlik va ahillikning haqiqiy namoyishi bo'ldi.